Albatta os. Bunday to'g'ri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun Qurbon bayramining 3-kuni. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti olarak bizga yuborilgan qurbonliklarning barchasini so'yib bitirdik. Afg'onistonda, Yamanda va Suriyada. Kuni kecha qurbonliklarimizning bir qismini 300 ta oilaga tarqatgandik, so'yilgan qurbonliklarni va mana bugun ham so'yilgan qurbonliklarni bir qismini ko'rib turganingizdek qisqa shaklda qilib mana bunday paketlarga solinib, chiroyli bir qisqa shaklda qilinib, inshaalloh birozdan keyin bugun ham 200 ta oilaga ushbu qurbonliklarning go'shtlarini ulashamiz. Ertaga ham tarqatishlarimiz davom etadi. Go'shtlar buzilib ketmasligi uchun bu yerda muzlatgich kamera bor. Go'shtlar mana buzilmasdan yaxshi turibdi. Ushbu loyihada hissa qo'shgan va nochorlarning qalbiga xursandchilik olib kirishlikda sababchi bo'lgan barchadan Alloh taolo rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlarini, infoqlarini, qurbonliklarini Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin. Yana ko'plagan qurbon bayramlarini mana shunday yaxshi amallarning ustida nochorlarga bir yordam berib, ularni xursand qilib, mana shunday yaxshi amallarning ustida qarshi olishligimizni Alloh taolo o'zi barchamizga nasib qilsin. Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin. كلما نظرنا للسماء شعرنا أننا نحوها نعلو قيام جليلة صحبة نبيلة دربهم مره حلو Ma'lumot o'rnida aytamiz, har bir hissamiz, ya'ni 2,5 kilo, 3 kilo orasida bo'lyapti. Va mana shu shaklda paketlarga solib turib, qadoqlab aholilarga o'tish uchun hozirlik ko'ryapmiz inshaalloh. جيل تماسك بالإخاء أخلاقه القرآن ري للظماء أنا نشر إصلاح الحياة نهج القويم والنجاة لا أبتغي عنه الحياد وليس لي نهج سواه أنا نشر إصلاح الحياة نهج القويم والنجاة لا أبتغي عنه الحياد وليس لي نهج سواه سبيل ظلوها ظليل إن كنا إخوة في الله عزمنا عظيم حلمنا نجوم نقتدي بنبي الله نحن نسعى كي نكون أملا تسر به العيون بالله ثم بهديه مستعصمون. Mana alhamdulillah kech bo'lsa ham ushbu qurbonlik go'shtlarini tarqatishga davom etyapmiz. Endi bu qurbonlik bayrami bir mehr-muruvvat, bir bayram quvonchini ulash bayrami. Qurbonlik Alloh taoloning sha'irlaridan bo'lgan bir ibodat. Mana shu kunda mana musulmonlar qurbonlik qilib va Alloh taolo xosatan Qur'onda aytgandek, undan yenglar va faqir miskinlarni ham yegizinglar degan oyatga muvofiq ushbu qurbonliklarni ehtiyojlilarga ulashib, ularga bir bayram bir atmosferasini ulashishga harakat qilyapmiz. Alloh taolo o'zi ushbu qurbonliklarni o'z dargohida qabul qilsin.